Kitob millatning sukunati, lekin eng qudratli boyligidir. Bugungi kunda poytaxtda joylashgan O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida bu so'zlar o'z tasdig'ini topdi. Kitoblar universitet kutubxonasiga kirib kelar ekan, o'zgacha fayz bag'ishladi. Fonda yangi nashrlar bilan sezilarli ravishda boyidi. Tadbirda o'qituvchilar, talabalar, kitobsevar yoshlar ishtirok etdi. Taqdimot boshlab berilar ekan, kutubxona rektori shunday dedi: har bir yangi kitob bu jamiyatga qo'shilgan yangi fikr, yangi ufq. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu kutubxona haqida ma'lumot bersangiz. Bizani to'liq elektronlashtirilgan kutubxonamiz 2021-yilda Komil Allamjonov tomonidan qayta rekonstruksiya qilingan va bizaga yangi trenddagi kitoblar sovg'a qilingan. Kutubxonamizni fondiga qo'shimcha tarzda. Ma'lumot o'rnida hozirgi kunda kutubxonamizda umumiy fond 18 mingdan ortiq. Bu 18 mingdan ortiq kitoblarning ichida ilmiy kitoblar va publitsistik va sohaga doir tor doiradagi biz barcha turdagi deyarli kitoblarni topishimiz mumkin. Va biz hozirgi kunda undan tashqari kitoblar, ilmiy jurnallar, publitsistik jurnallar va bizada O'zbekistondagi eng trenddagi gazetalar ham mavjud va biz hozirgi kunda talabalarga bularni kitoblarni, ya'ni o'quv adabiyotlarini 100% ta'minlab berishga harakat qilyapmiz. Kitob insonning hayotida qanday muhim rol o'ynaydi? Shaxsan o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, kitob o'qish mani hobbim bo'lganligi uchun emas, balki kitob qandaydir insonni hayotini, insonni tarbiyalash, hayotini yo'lga qo'yish va insonga motivatsiya berish uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Inson qachon yolg'iz qolganda, stressga tushganda ayrim situatsiyalar bo'ladi. Inson yaqinlaridan ortib, misol kitobga mehr qo'yadi, ya'ni o'sha muammosini kitob orqali yechadi. O'sha chunki kitobda ma'lum bir hayot, voqealar rivoji, qanaqadir jarayonlar kechadi. Shu orqali insonni o'sha tarbiyalaydi desam ham bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha kitob va uni mutolaasi insonni hayotida muhim ahamiyatga ega. Kitob millatning ruhi. Unda nima aks etadi? Kitob millatning tarixi haqida, unda tarixda yuz bergan jarayonlar haqida, bundan tashqari tarixda shu xalqning, shu millatning o'z urf-odatlari, an'analari haqida muhim manba sifatida nafaqat hozirgi kunda, balki kelajakda ham muhim manba sifatida xizmat qiladi. Jahon adabiyotidagi zamonaviy o'zbek yozuvchilarining yangi romanlari, tarix, psixologiya, media va menejment bo'yicha ilmiy kitoblar, talaba va o'quvchilar uchun amaliy qo'llanmalar. Tadbir davomida kitobxonlar yangi asarlarni varaqlab, o'zlariga yoqqanlarini ro'yxatdan o'tkazishdi. Kutubxona ma'muriyati esa bu kabi taqdimotlar yilda bir necha marotaba o'tkazilishini bildirdi. Sizlar bilan Yoqubjonova Marjona bo'ldi. Zamon informatsion dasturi uchun.